faqat shu Payg'ambar alayhisalomdan bitta hadis bor. Yaxshilik qilishni yaqinlaringizdan boshlanglar degan. Shuning uchun mana shuni isbotini aytib qo'yay. Payg'ambar alayhisalomning hadislarini tirilgan bo'lsin shu deb shu she'rni yozdim, shu tushunma aytib. Uyimda katta kelinimni olganman, ular chaqaloqli bo'ldilar. Endi hech uxlata olmayaptilar bir kun endi. Hali 20 chillasi ham chiqqan yo'qdi. Keyin men olib chiqib qaradim. O'sha haqida she'r. Yaqinlaringizdan boshlanglar deyilgan yaxshilik qilishni. Shu hadis hurmati aytaman, umrimdagi eng go'zal tushni. Chaqaloqli bo'ldi kelinim. Aziz ne'mat o'tindi ato. Yig'lab chiqdi bir kun go'dagi, yarim kecha bugunicha to. Derazasini chertib, ohista dedim, qarashayimmi onam? Kelin dedi, qiynalasizda. Dedim, savob bo'ladi bolam. Olib chiqdim bolani sekin, alla aytdim xonamga kirib, injiq chalib ovozimizdan uyg'onib ketmasin ish qilib. Kechqurun ham tinchlik yo'q deya bolishini otmasin tamam. Bor olib kirib berdim, jo'raydi. Jonim bolam sekin yig'lagin. Chaqaloqni bosib bag'rimga yurib chiqdim yaqin tonggacha. Keyin yumshoq kursiga cho'kib uxlab qoldim, bilmayman qancha. Tush ko'ribman tushimda Ka'ba. Namoz safda bo'lib qolibman. Saflar zuv almashib, o'zim eng oldiga chiqib qolibman. Jamoatning namozini o'qib, bermish salobatli bir ovoz. Ko'zimda yosh, vujudim titrab, imom bo'lib o'qibman namoz. Ayol boshim bilan bu ne hol? Tush ichida ko'rganim ne tush? Yana qancha o'qiganimni adadini Alloh bilarmish. Shu tushimni kimgadir aytib turganimda uyg'onib ketdim. Tong otibdi quchoqlarimda, uxlar edi jajji go'dagim. Shu tushimni aytsam cholimga, dedi artib yoshli ko'zlarim. Shu tush uchun men ham tun bo'yi bola qarab chiqqan bo'lar. Endi qachon yig'lasa go'dak, cholim quloqlari bo'lib ding, kelinga der. Agar nabiram uxlamasa, o'zimga ber. Shu tushimni qachon eslasam deyman, Alloh mardlarning mardi. Kelinga bir yaxshilik qilsam, 1000 barobar qilib qaytardi. Ka'badagi har rakat namoz yozilsa agar 1000 rakat bo'lib, menga qancha marhamat, tarozilar ketadi to'lib. Sizga qanday bilmadim mana, oxiratdan umidim bisyor. Dunyoning eng qutlug' yerida osmi ko'pmi, imomligim bor. Inshaalloh kun deyilur bu marhabo, shoiri avom ayollardan chiqqan yagona birinchi va oxirgi imom. So'rasalar ayol kishiga bu darajat berildi nechun deyiladi. Kelinga qilgan bittagina yaxshilik uchun.